Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbolsevar do'stlar. Sizlarga O'zbekiston futbolida bo'layotgan yangiliklardan sizlarni boxabar qilishda davom etamiz. Demak, bugungi mavzuimiz milliy terma jamoamizni 2026-yil Jahon chempionati saralash bosqichida Jahon chempionatiga olib chiqqan birinchilardan bo'lgan bosh murabbiy Temur Kapadze haqida gaplashamiz. Demak, Temur Kapadze hozirda yangi klubga bosh murabbiy etib tayinlandi. Shu haqda biroz gapirmoqchimiz. Ya'ni Temur Kapadzega ko'plab klublar va terma jamoalardan taklif bo'lgan, ammo yakunda Temur Kapadze mamlakatimiz klublaridan biri bo'lgan, vodiyning ancha kuchli jamoalaridan biri bo'lgan Navbahor klubiga bosh murabbiy etib tayinlandi va Temur Kapadze bu haqda izoh berib shu so'zlarni aytmoqda. Ya'ni Temur Kapadze aytishicha, bu Navbahor klubiga o'tishda asosiy rolni Navbahor futboli fanatlari, muxlislari sabab bo'lgan va ularning taklif istaklarini yerda qoldirmagan holatda Navbahor klubiga bosh murabbiy etib bo'lishlikka o'zi rozilik bildirgan va bu haqda ko'p manbalar xabar berdi. Shunday ekan, Temur Kapadzeni Navbahor klubiga bosh murabbiy bo'lganligi bilan tabriklaymiz va kelajakdagi ishlariga omad va muvaffaqiyatlar tilagan holatda videomizga yakun yasaymiz. Do'stlar, bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like bosing. Hamma do'stlaringizni tarqatishingizni xohlagan bo'lardik. Hammaga omad.